Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz. Men Isroilova Nilufar Abdumajidovna 15 yildan beri defektologiya, logopediya sohasida faoliyat yuritaman. Hozirgi kunda Rivoj integrativ markaz rahbari, asoschisi va amaliy defektolog logopedman. Bugungi videomizda sizlar bilan autizmni aniqlash bo'yicha xalqaro MCHAR-R testini o'tkazish tartibi bilan tanishamiz. Videoni boshlashimizdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'ying, chunki bu video siz kabi boshqa odamlarga ham foydali bo'lishi mumkin. O'tgan videomizda biz autizm haqida, autizm bolaning o'ziga xos xususiyatlari haqida va uni erta aniqlash bo'yicha qizil bayroqchalari haqida ma'lumot bergandik. Agar bu videoni ko'rmagan bo'lsangiz, yuqoridagi videoning ustiga bosish orqali bu videoni ko'rib chiqing. Bu ma'lumotlar birinchi videodagi ma'lumotlarni to'ldirib beradi. Demak, autizmni aniqlash bo'yicha MCHAR-R testi 16-30 oylikdan boshlab bolada aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Agar siz onajon bo'lsangiz yoki mutaxassis bo'lsangiz, boladagi o'ziga xoslikka ko'ra, ya'ni bolaning rivojlanishi me'yorida ketmayapti yoki unda biror bir muammolar, kommunikatsiyada muammolar sezdi, stereotip harakatlari bor, qiziqishlari cheklangan bo'lsa, ya'ni boladagi o'ziga xoslikka ko'ra siz buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu hech qachon diagnostik test hisoblanmaydi, faqat screening test hisoblanadi. Ya'ni bola autizm xavfi ostidami, kerakli mutaxassislarga murojaat qilish uchungina o'tkazishimiz mumkin, lekin hech qachon bitta tashxis qo'yish uchun o'tkazilmaydi. Tashxisni har doim psixiatr qo'yadi. Defektolog, logoped ko'nikma malakalarni aniqlab beradi, psixiatr esa tashxisni tasdiqlaydi, qo'yadi. Bu testni o'tkazgandan keyin bolangizda ha javoblari ko'payib ketsa, demak bolam autizm ekan degan shubhaga bormasdan mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu test 20 ta savoldan iborat bo'ladi. Bu savollarga ota-ona ha yoki yo'q deb javob berishadi. Ha javoblarni ko'p bo'lib ketishi bolani autizm ekan degan belgi emas, faqat kerakli mutaxassisga yo'nalish berish uchun ham kerak bo'ladi. Ya'ni bu testlarni siz hozir eshitib, bolangizni kuzatib baholashingiz kerak. Lekin har doim ham bola bir xil emotsional holatda bo'lmaydi. Agar siz bu testni o'tkazayotganingizda bolani emotsional holati yoki bola charchagan, uyqusi kelib turibdi yoki endi uyqudan turgan, siz o'tdagi holatni baholashingiz kerak emas. Normal holatdagi holatini baholab ha yo'q javobini berishingiz kerak. MCHAR-R testi hech qachon tashxisni aniq qo'yib berish uchun ishlatilmaydi. Boshqa ko'nikma malakalar, boshqa tekshiruvlar o'tkazilgandan keyin psixiatr tomonidan tashxis qo'yiladi. Bu ota-onani ogohlikka chaqirib, kerakli mutaxassisga yo'nalish topishlari uchun kerak. Bu test svobodniy dostupda bor, ya'ni ota-ona ham o'tkaza oladi, mutaxassis ham o'tkaza oladi, maxsus bir sertifikat talab qilinmaydi, ya'ni diplom, sertifikatlar talab qilinmaydi, hamma o'tkazish huquqiga ega. Bu testni bizning Telegram kanalimizda, o'sha pastdagi silka orqali o'tib, Telegram kanalimizdan ham olib, o'qib, o'rganib chiqishingiz mumkin. Lekin baholashni har doim to'g'ri olib borish muhim sanaladi. Demak, farzandingizni ko'nikma malakalarini baholab, ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Birinchi savol, farzandingizga xonani narigi tomonidagi narsaga ishora qilsangiz, bola u tomonga qaraydimi? Misol uchun, siz oynadan qarab turibsiz yoki xonani burchagida mushuk turibdi. Qara mushuk desangiz, bola unga qiziqib qaraydimi? Ha deb javob bersangiz, demak bolada autizmdan bitta qadam orqaga ketdi deb aytsak ham bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, autizmga bitta qadam tashaldi deb aytsak ham bo'ladi. Farzandingiz eshitmayotgan bo'lishi mumkinmi? Ya'ni hech o'ylab ko'rganmisiz, farzandim eshitmayotganmikin? Bolani nutqi chiqmaganda biz doim eshitishini tekshirishimiz kerak. Bolam eshitmayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylab ko'rganmisiz? Agar ha deb o'ylasangiz, demak bolani bo'rga olib borib eshituvini haqiqatan tekshirtirish kerak. Yo'q, bolam hamma narsani eshitadi desangiz, demak bola eshitib turibdi, nega kommunikatsiya o'rnatmayapti, nega nutq chiqmayapti, buni o'ylab ko'rish kerak. Farzandingiz rolli ramziy o'yinlar o'ynaydimi? Telefonni olib, alo ada, alo oyi deb o'zidan biror bir ramziy o'yinchoq bilan ramziy aloqalarni o'rnatib o'yin faoliyatiga kirishadimi? Ya'ni mashinani bip-bip deb garajga olib kirib qo'yadimi? Telefonda alo qiladimi? Qo'g'irchoqni uxlatadimi? Allalaydimi? Bular ramziy o'yinlar hisoblanadi. Ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Lekin emotsional holatini baholang. Hozir o'tkazayotgan bo'lsangiz, bola uyqudan turgan bo'lsa, o'ynamasligi tabiiy. 4-savol, farzandingiz
tepaligiga chiqishni, sakrashni yaxshi ko'radimi? Sensor muammolari bor bolalar ham tepaligiga chiqishni, sakrashni yaxshi ko'radi. Giperaktiv bolalar ham tepaga chiqishni, sakrashni yaxshi ko'radi. Ziper bolalar ham tepaga chiqishni, sakrashni yaxshi ko'radi. Ha deb javob berishingiz autizm ekan degan belgi emas, lekin autizmga yaqinroq borishi mumkin. Yo'q esa normaga yaqinroq hisoblanadi. 5-savol, farzandingiz ko'zlari oldida noodatiy harakatlar qiladimi? Ya'ni qo'llarini qanotchalardek qoqishi mumkin, qo'llarini silkitishi mumkin, barmoqlarini uchini yalashi mumkin. Bu harakatlar stereotip harakatlar hisoblanadi. Ha desangiz autizm tomonga bir qadam tashaldi, yo'q desangiz autizmdan yiroqlashdi. 6-savol, farzandingiz nimadir so'rash uchun yoki yordam olish uchun ko'rsatkich barmoq bilan ishora qiladimi? Bu nima yoki buni olib bering degandagi ishoralari bormi? Bunga ha yoki yo'q deb javob berish orqali bolada kommunikatsiya elementlari qanaqa rivojlanganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 7-si, farzandingiz sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun qiziqarli narsani ko'rsatadimi? Misol uchun ko'p bilamiz 2-3 yoshli, 3-4 yoshli bolalar ko'chadan nimadir uzib kelib oyisiga beradi yoki nimadir olib kelib oyisiga ko'rsatadi. Shunaqa sizni e'tiboringizni qaratadigan vazifalarni yoki ishlarni qiladimi? 8-savol, farzandingiz boshqa bolalarga qiziqadimi? Ya'ni u ko'chada ketayotgan bo'lsa ham, u bolalar bilan o'ynamasa ham, ular nima o'ynayotganligini qarab, kuzatib turadimi? Ya'ni ular bilan kommunikatsiya o'rnatishdan oldin o'zi kuzatish paydo bo'ladi. Ularni yoniga boradimi, kuzatadimi? Bularga ha va yo'q deb javob berishingiz kerak bo'ladi. Farzandingiz sizga biror narsani ko'rsatish uchun olib keladimi? Shu boya aytgandek, gul uzib keladimi yoki qarang mana bunaqa mashina yasadim yoki qarang garaj yasadim deb sizni qo'lingizdan tortib olib borib uni ko'rsatadimi? 10-savol, farzandingiz ismi bilan chaqirganingizda javob beradimi? Misol uchun kichkina yoshda ayniqsa bola o'zi ismi bilan chaqiriladimi? Bunga ham ahamiyat berish kerak. Misol uchun bola Abdurahmon bo'lsa, uni siz asalim, shakarim, toychog'im erkalab chaqirsangiz ham bola ismini eshitmasa, ismiga javob qaytarmasligi mumkin. Yoki bolani lo'r tomonlama muammolari ko'p bo'lsa, quloq eshituv tomonlama muammo bo'lsa ham ismiga javob qaytarmasligi mumkin. Yoki doimiy shumi tagida katta bo'layotgan, televizor yoquv uyda katta bo'layotgan bola ham ismiga javob bermasligi mumkin. Ha deb javob berish demak bolamda autizm ekan emas, autizmga shubha bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy tashxisni aniqlashtirish yana kerak bo'ladi. 11-savol, farzandingizga tabassum qilsangiz, u sizga ham tabassum qiladimi? Ya'ni siz kulib qaraganingizda bola sizga nisbatan kuladimi? Yoki biror kulgili hodisalar bo'lsa, siz kulsangiz, siz orqangizdan kuladimi? Bu ham boladagi o'sha ijtimoiy aloqalar bor yo'qligini ko'rsatadi. 12-savol, farzandingiz kundalik tovushlardan qo'rqadimi? Ya'ni pilisosni ovozi, fenni ovozi, ya'ni biror shovqinli vaziyatlarda quloqlarini yopadimi? Sensor giperchustvitsilniy, ya'ni gipersensitiv bolalar ham quloqini yopishi mumkin. Ha degani autizm ekan, emas, sezuvchanligi yuqori bo'lib ketgan bolalarda ham bu bo'lishi mumkin. Lekin ha bo'lsa, demak yana ham chuqurroq tekshiruvlarni kuzatish kerak bo'ladi. 13-savol, farzandingiz yura oladimi? Harakatdan unumli foydalana oladimi? 14-savol, farzandingiz u bilan gaplashganda, u bilan o'ynaganda, uni kiyintirganda ko'zingizga qarab turadimi? Ya'ni o'ynaganda ham bola o'zi bilan o'zi o'yin o'ynashi mumkin. Sizni harakatlaringizni baholab, sizga qo'shilib, hamkor bo'lib o'ynaydimi? Kiyintirayotganingizda ham siz emotsional holatingizga yoki shoshib kiyintirayotgan bo'lsangiz, shoshilinch holat bo'layotganligini his qilishi ham bu ijtimoiy aloqalarda his qilish ko'nikmasi borligini ko'rsatadi. 15-savol, farzandingiz siz qilayotgan ishlaringizdan nusxa oladimi? Ya'ni taqlid qiladimi? Uni qaytaradimi? Siz ovqat qilyapsiz, u tog'orchani olib ovqat qilgandagi xatti-harakatlarni bajaradimi? Chang artyapsiz, u ham qo'liga sochiqni olib changlarni artadimi? Namoz o'qisangiz, u ham sizni yoningizga kelib shu harakatlarni bajaradimi? Agar biror narsaga qaramoqchi bo'lsangiz, bolangiz siz nimani ko'rayotganingizni ko'rish uchun yoningizga keladimi? Misol siz oynadan qarasangiz yoki mashinada ketyapsiz, mashinani oynasidan qarab tursangiz, oyim nimani kuzatyapti degandagi his bilan bola ham kuzatadimi? Xo'p, 17-savol, farzandingiz sizni e'tiboringizni jalb qilishga harakat qiladimi? Unga e'tibor berishingizni xohlaydimi? Ko'pincha ko'ramiz, bola nimadir qilsa biz chapga chalib qo'yamiz, xursand bo'lamiz va bu narsani bola yana qaytargisi keladi. Va qaytarganda chapga chalmasangiz, chapga chalgin degandagi u gapirmasa ham qarashlar bilan buni tushuntiradi. Shu holatlari bormi? Bu holatlar bo'lsa ham, demak bola emotsional tomondan sizga bog'lanyapti. 18-savol, farzandingiz unga biror narsa
qilishni buyurganingizda tushunadimi? Ya'ni u buyruqlarni tushunadimi? Bola hali gapirmasa ham nutqni tushunish birinchi shakllanadi, keyin nutq shakllanadi. Ya'ni oyisi qani desangiz, oyisi tomonga qaraydimi? Adasi qani desangiz, unga qaraydimi? Yoki biror narsani olib ketsangiz, uni olib keladimi? Nutqni tushunishi bormi? 19-savol. Agar biror bir g'ayrioddiy narsa sodir bo'lsa, bu haqda nimani his qilayotganingizni bilish uchun sizga qaraydimi? Misol uchun, bola suvni to'kib yubordi, hozir oyim urishib beradi deb sizga bundoq qaraydimi? Yoki nimadirni tushirib yubordi, hozir oyim urishib beradi yoki gap eshitishi mumkin, shu ishni qilib qo'ydi, endi nimadir bo'lishi kerakligini u his qilib, sizga yoki katta odamga qaraydimi? Ha yoki yo'q deyish orqali bola ijtimoiy vaziyatlarda qanaqa emotsiyani ko'rsatyapti, buni baholasak bo'ladi. Va 20-savol. Farzandingiz jismoniy faollikni yoqtiradimi? Ya'ni yugurishni, sakrashni, tepaliklarga chiqishni, haddan tashqari oshib ketishi giperaktivlik bo'lishi mumkin. Juda ham xohlamasligi, bola harakatda, praksisdagi harakatlarni bajarishdan bosh tortayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ha, yo'q deyish orqali bola autizm ekan demaymiz, lekin yo'q bo'lsa, demak bola jismoniy harakatlarni xohlamayapti, praksisni rivojlantirishni xohlamayapti. Shularga oydinlik kiritishimiz mumkin bo'ladi. Har doim tashxisni psixiatr qo'yadi. Bu shubhalaringizni, tekshirganingizdagi savollarga berilgan javoblarni siz faqat mutaxassisga olib borib yetishingiz kerak. Hech qachon o'zingiz bolani ustidan tashxis qo'ya olmaysiz. Mutaxassisgina bularni baholab beradi. Shunga ko'ra sizga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. MCHR testidagi hozir sanab o'tgan 20 ta testimizni 1, 6, 7, 8 va 9, 10, 15 savollari ayniqsa boladagi kommunikatsiyada muammolar ketayotganligini ko'rsatuvchi savollar hisoblanadi. Agar bu savollarga javobingiz ha bo'ladigan bo'lsa, demak bolani zudlik bilan defektologga, psixonevrologga ko'rsatishni tavsiya qilaman. Autizm tashxis shunaqa chalkash tashxiski, siz uni bolani kuzatibgina, uni harakatlarini baholabgina eta olasiz. Autizm ZPR bilan adashtirilishi mumkin. Autizm qulog'i eshitmaslik, ya'ni eshituvni pastligi bilan adashtirilishi mumkin. Autizm nutq chiqmasligi bilan adashtirilishi mumkin. Autizm aqli zaiflik bilan adashtirilishi mumkin. Bu hollardan differensial diagnostika qilib berishni mutaxassis qila oladi va bolani xatti-harakatlarini kuzatib, mashg'ulotlar davomida kuzatib, diagnostika davomida kuzatib, uni qiziqishlari, uni bilish jarayonlari, motorika, nutq tomonlama, sensor tizimlarini kuzatib, baholab, sizga aniq to'g'ri yo'lni faqat mutaxassis ko'rsata oladi. Bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat. Agar ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada albatta yozib keting. Sizga yana nima mavzular qiziq bo'ladi? Nima mavzularda ma'lumot berishimizni xohlardingiz? Buni ham albatta kommentariyalarda yozib keting. Biz albatta shu mavzular yuzasidan sizga ma'lumotlarni tayyorlab boramiz.